Senler Allah'ın qonunini his qilmayapsanlar-da. Alloh azza va jallaning qonunlarini his qilishlik, his qilmaslik haqida hamma gapirsa ham sen gapirma eshak. Asrimizning abrahasi abror muxtor Ali. Bu eshak degan laqabni Alloh azza va jalla faqat seni o'zingga berdi. Lichini seni o'zingga berdi. Ha, Alloh azza va jalla bunga izn bermagan dedi. Sen bu laqabni ola olmasding. Subhanalloh. Hozir men 44 yoshga kelgan bo'lsam, mana shu 44 yil davomida, umrim davomida senga o'xshagan eshaklarni ko'rmaganman. Haqiqiy odam qiyofasidagi eshak degan laqabli insonni ko'rmaganman. Bunaqa xor bo'lgan insonni ham ko'rmaganman. Subhanalloh. Alloh azza va jalla seni qaydan o'lib qayga olib kelib xor qilib qo'yganini subhanalloh ko'rib Alloh taoloning azamatiga, qudratiga, haqiqiy qodirligiga lol qolmasdan yana ilojimiz yo'q-da biz musulmonlarni. Qara, O'zbekiston degan joydan 5000-6000 kilometrdan olib kelib, mashayda bir o'zingdan kichkina bolaga kaltani yeb, putinga bitani tepib, tur yo'qol beyga qaytib kelmadi, ketding yana Fransiyadan kaltani yeb. Menga fatvoga kelyapti-da, sen nima o'zingga erkilib berib yuboraysan deyapti. Nima deyman? Desam, yo'limdagi soqol o'zidan o'zi. Ushadimmi najis? Uyanmaydi, subhanalloh. Qara, Alloh azza va jalla seni bir paytlari bundan 4 yil, 5 yil avval Toshkentlik bir Barno degan ayolga shunaqa darajada oyoq osti qilib qo'ydiki, sen вообще xor bo'lib ketding. Aytaman-ku, senga o'xshagan xor bo'lgan insonni ko'rmaganman men hayotimda. O'sha odamlarim bilan do'st bo'lolmayman sizga qarshi chiqish uchun. Men bitta o'zimni kuchim yetadi. Sizni joyingizga sindirib o'tkazib qo'yishga bitta o'zim mardlarcha mazza qila olmayman shu ishga. Biror aka, bo'ldi qiling davomda. Shuncha bilmaydi. Nimaga bilmaydi davomda? Bo'ldi, stop qiling. Hop. Nima yo'q deganlar, sanmasligim. Menga qarang, demak ko'tingiz ochib yolg'onchilik qilibsiz unga ham. Unga ham yolg'on gapirgan. Samimiy bo'ling, yolg'onchi bo'lmang. Aytgansiz, musulmon odam yolg'onchi bo'lmaydi. Men xato qildimmi? Senga kirayman bo'ldi. Senga xato qildim. Senga kirayman bo'ldi. Men xato ish qildim kecha. Kanalda o'z ko'rasizmi meni? Menga qarang, Abror aka, men sizga yana aytaman, predupredzatsiya qilaman, eshiting, yo'q, men sizni eshitmayman. Menga qarang, yolg'on eshitishga tobim yo'q. Bo'ldi, sodatmisiz? Bilan bir xilsanlar, sodat bilan. Bo'ldi, ovozingizni o'chiring. Musulmonlar agar sizlar ko'rgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib ketinglar. Subhanalloh. Ana Barno degan ayol sindirib joyinga o'tkazib qo'yaman dedi-ku. Barno kechir meni deb rosa yalindingmi? Subhanalloh. Uyanmayli, uni qolmishiga bugungi kunda ana Mo'mina degan ayoling qonini ichyapti. Qara, hammani valad zino deysan, hammani dayuslikda ayblaysan-da, lekin o'zingni ayoling Instagramga chiqib primoy efir qilsa, hayot endi shunaqa ekanda deb dardini doston qilib, seni uyingni ichida bo'layotgan ishlagacha hamma narsani tashqaridagi musulmonlarga gapirib bersa. Xohlaysanmi, yo'qmi? Bu hayot. Uning o'z qonun qoidalari bor. Shu xotin internetga chiqib olib xotinlarga o'zini aqlli ko'rsatyaptimi? Xudo urdi shu xotinning atrofida yurganlarni. Musulmonlarning kartasiga pullarni o'tkazib bersa seni shu tiydan o'g'irlab. Bunga nima deysan, eshak? Masalan, eriga zarar beraman deb erining pulini o'g'irlab tikib olishi mumkin. Xotin erini pulini so'ramasdan 12 million pulini o'g'irlagan. O'zi o'g'ri. Alloh azza va jalla aytadiki, "Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab" deydi. Albatta Alloh azza va jalla haddidan oshgan kazzoblarni hidoyat qilmaydi deydi. Men Allohdan so'ragan bo'lardim, Alloh azza va jalla seni hidoyat qilmasin, qiyomatda seni holatingni biz musulmonlarga ko'rsatsin. Asrimizning abrahasi abror muxtor Ali. Asrimizning abrahasi abror muxtor Ali. Haq yo'lidan qaytarmoqni qildi o'ziga oli. Lekin haqning nuri porlar bo'lmas aslo zavoli. Asrimizning abrahasi oli. Asrimizning abrahasi abror